uchrashuvga tadbirkorlik qilish istagi bor fuqarolar va tadbirkorlik taklif etilgandi. Avvalambor bankimiz tomonidan shu qaror asosida kreditlar ajratilyapti. Tadbirkorlikka yuridik shaxslarga ajratamiz. Yillik 21%, tuman tarafimiz 21% taraflar, uchinchi taraflar. Ayol kishi tadbirkor bo'lsa 19% tushirib beramiz. Foiz stavkasini deydi. Demak 100 milliongacha garovsiz va 300 milliongacha garovli. Bunda 200 millionga garov taqdim etiladi. Kreditlarimiz aynan mablag' to'ldirishga beriladi 18 oyga 6 oy imtiyozli davr bilan. 300 milliongacha bu qismda yana berish mumkin. Asosiy uskunalar, inventarlar, jihozlar sotib olishga 5 yilgacha hozirgi sharoitda 5 yil loyihada ko'lamdan ketishga beriladi. Bundan tashqari fuqarolarga o'zimizga belgilangan 8 ta mahalla bor. Mana mahalladan kelganlar bo'lsa, shu mahallalarga demak prezident qarori 7 sonli qaroriga asosan hop 17 million so'mgacha kiritib beramiz. Uni foizi 25%, ayollarga 23% dan beramiz. Kreditlar plastikka tashlab beriladi. Albatta, tadbirkorlik faoliyatini yuritish uchun buni o'zini band qilish kerak bo'ladi. Bundan tashqari Parkent tajribasi asosida Hampton Bank o'zining mahsulotini ishlab chiqadi. Bu mahalla loyihasi mahsulotimiz. Bunda 50 milliongacha beramiz. Unda loyihani astoydil o'rganib chiqiladi. Qoplash qoplamasligini agentlar, mahalla banklari tavsiyasi asosida beriladi. Buni ham foiz stavkasi 25%, ayollarga 23%. Imtiyozli davr 24 oygacha, odatda 12 oy beryapmiz. Kredit summasi demak shu 50 million so'mgacha beriladi. Bu ham o'zini o'zi band qilgan shaxsga, ishlamaydigan shaxsga tadbirkorlik yo'lga qo'yish maqsadida. Har joylar kredit mahsulotini asosida aholi bandligini ta'minlash kerak. Kreditlar maqsadli ishlatilishi va o'z vaqtida qaytarilishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Demak, uchrashuvni ochig'i e'lon qilaman. Kimda taklif mulohazalar bo'lsa, ma'qul aytishlar mumkin. Biz ustida ishlaymiz. Chorkisar meriyada yashayman. Ismim Samarqand Navro'zan. Bog'chada metodistman. Men chorvachilik qilish uchun 17 million kredit olmoqchiman. Chorvaga sharoitingiz bormi? Chorvaga sharoitimiz bor. Qarang, siz metodist bo'lsangiz, demak doimiy ishga egasiz. Doimiy ishlayman. Xonadoningizda ishsiz ayol ishsiz fuqaro bormi? Xo'jayinim borlar, xo'jayinimni nomiga olib. Bo'lmasa xo'jayiningiz nomiga biz qilishingiz mumkin. Albatta, mahallada agentlik bor. Agentlik tuzildi. Feruza kishini nomerini o'zi olasiz. 17 million so'm chorvaga kredit maqsadli ishlatishni aytibdi. Maqsadli ishlatsangiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Rahmat. Sizlar bo'lmasa siz chorvachidansiz. Yonma-yon bu kishininkini ham yozib olasiz. Siz familiyangizni aytmadingiz. Hasanboy yozib olasiz. Kreditlarimiz maqsadli ishlatilishi kerak. Albatta, ishchi guruh kelib o'rganish mumkin. Bizdan tashqari, bandlikka yuklatilgan, info yordamchilarga yuklatilgan. Rahmat sizga. Tug'ilgan bir hoja. O'rtasiga tushdi. Qaysi qishloq? Iskotdan. Chorvachilikka kredit olamiz. Chorvachilik yo'nalishida. Uyda sharoit bormi? Chorvachilikdan qanaqa chorva olmoqchisiz? Yirik shoxli yo mayda shoxli? Mayda shoxli. Mayda. Qo'y olasiz. Yaxshi. Hisob-kitobingiz bor. O'zingiz band qilasiz. Yaxshi kichkina ism familiyalarini yozib olasizda, telefonini. Sizda masala bormi? Manda nima manda? Manda 5 millionga kerak chorvachilikka. Chorvachilikka. Men o'g'lim pirim hammasi yetarli. Sharoitingiz bor. Sharoitim yetarli. O'zlaringizda bor. Endi o'zimda ham bor, bu suratimlar bor. Ittifoqlarimiz? Ittifoqlar. Bizda maksimal 300 million so'mgacha. Shu 300 million bo'lar, 300 million. Beramiz 300 million. Fermer xo'jaligi nomidan Inomjon ota-o'zini xo'jaligi. Karta tekasi bormi yo'qmi? Karta tekanmi? Shu inkasini toza. Inkassalar toza bo'lsa, qolgan qarzdorlik yo'q.
inkassalarimiz bo'lmasa aka sizga maslahatim beramiz. Chorva sotib olishga beramiz. Faqat 100 milliongacha garovsiz shaklda. U ham 100% garovsiz degani ta'minoti yo'q ekan degan ma'no emas. U sug'urtalanadi. Faqat sug'urtani pulini bank to'lab beradi sizga. Sizni hisobingizga. Ta'minot bo'ladi. 300 milliongacha garov qo'ysangiz beramiz. Yer ijara shartnomasi bo'ladi. ko'chmas mulk bo'ladi. Ko'chmas mulkda e'tibor berish kerak. Dala shiyponi hisoblamaymiz. Dala shiyponi dalani qoq o'rtasida yurgan uchun kirish siyosatimiz esa ko'chmas mulk bozoridan tashqarida, uzoq joyda u. Unga har ko'chmas mulk demak yo'l bo'yidagi do'konlar, turar joylar, noturar ishlab chiqarish joylar, kafelar bo'laveradi. Yo'l bo'yida sentrlarda bo'lsa bo'ladi. Ishdan bo'lish kerak yo buni alayini qarab sementdan, plitadan bo'lsa olamiz. Xomg'ishdan qurilgan bo'lsa, garovga olmaymiz. Guvaladan qurilgan bo'lsa, qamish, penoblockdan qurilgan yoki akfadan to'siq qilingan bo'lsa, yengil konstruksiyalar bo'lsa, garovga olmaymiz. Qolgan holatlarda olamiz. Turar joyda olishingiz mumkin. Agar sizning nomingizda ikkita uy bo'lsa, bitta uyingizda hech kim yashamasa, bitta uyda demak siz o'zingiz oila a'zolaringiz bilan, ikkinchi uy shunchaki qo'shimcha o'zaro mulk sifatida turgan. Manda uchrashuvni o'tkazdik. Rahmat kelganlaring uchun. Endi sizlarga iltimosim ham taklif. Yoningizdagi tadbirkorlik qilish istagi bor. Haqiqatda ham ichidan. Endi fuqarolar har xil, kimdirlar bor. Shunchaki pulga muhtoj. Qaysidir bitta kimlarni qarz qo'ygan, qarz yo'q uchun kredit so'rab yurgan bo'lishi mumkin. Unday emas. Faqat tadbirkorlik qilaman. Mana bu narsa mana bitta oddiy misol, muzqaymoq operatoriyaga qo'ysam yoki bitta makkani qaynatib sotaman, bitta naborni sotib olaman desa, misol, u ham misol ma'lum bir pul turadi. O'shani sotib olib biznes qilaman deydigan odam bo'lsa, mana shundaylarga tavsiya qilinglar, kelsa biz kreditni beramiz. Biz bexabar qolgan fuqarolar bo'lsa, albatta jo'natamiz. Qo'ldan kelgancha imkoniyat doirasida qonunlardan chiqarganida biz shaxsan yaratib beramiz. O'zimizda mahallada agentimiz, banklarimiz bor. Rahmat.